xodimlarini shu bank tizimiga olib kiradigan bir institut yaratish bo'yicha respublikada 9000 tadan ortiq har bir mahalladan bittadan yordamchi agent tashkil etildi. Bo'lib o'tayotgan bugungi taqdimot mahalliy yordamchi agentlarini faoliyati davomida erishgan yutuqlari, o'zlarini oldiga qo'ygan maqsadlari, banklarni xizmatlarini targ'ibot qilish bo'yicha olib borayotgan ishlarini yakuni desak to'g'ri bo'ladi. Eng yaxshi loyihalar tanlab olinib, munosib taqdirlandi. Asosiy maqsadimiz mahallaning savodxonligini oshirish va bank xizmatlaridan samarali foydalanish yo'llarini targ'ib qilish hisoblanadi. Mamlakatimiz bo'ylab 9000 dan ortiq yordamchi agentlar faoliyat yuritmoqda. Yordamchi agentlarimiz uzoq va olis bo'lgan hududlarda bank xizmatlarini targ'ib qilish, bank xizmatlarini ommalashtirish, aholini moliyaviy xizmatlarga bo'lgan imkoniyatlarini ochib berishga o'zlarining katta hissasini qo'shmoqdalar. Mahallamdagi iqtisodiy faollikni oshirib, shu orqali aholini bandligini ta'minlashni o'z oldimga maqsad qilib qo'ydim. Markaziy bankimizda yilning eng yaxshi yordamchi agent ko'rik tanlovining final bosqichi bo'lib o'tdi va bunda men faxrli birinchi o'rinni oldim va shuningdek Jizzax viloyatida ham birinchi o'rin deb topildim. Juda qiyin bo'ldi, lekin biz buni uddaladik. Ushbu tadbirda tashkil qilgan Markaziy bank va O'zmilliy bank rahbariga o'z minnatdorchiligimni bildiraman.